Barno To'xtaboyeva boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritadi. Ushbu maskanga kelganimga 25 yildan oshdi. Pedagogik faoliyatimni shu maktabdan boshlaganman. Hozirgi kunga qadar shu maktabda faoliyat yuritaman. Ushbu kasbni tanlashida otasi namunaviy ta'sir ko'rsatgan, chunki otasi ham o'qituvchi bo'lgan. O'zimni otam pedagog bo'lganlar. Birga shu maktabda otam bilan faoliyat yuritdik. Bizni yoshlik davrimizda ham pedagog kasbga qiziqishimiz otamni shu jarayonlarini, mehnat jarayonlarini ko'rganimizdan deb o'ylayman. Bugungi ta'lim jarayonlari esa uni yanada izlanishga va mehnat qilishga undamoqda. Hozirgi kunda o'quvchilar bilan ishlashimizda yangi avlod dasturi kirib keldi ta'limda. Bu bizga qulay imkoniyatlarni yaratmoqda. Bolalarni o'rgangan bilimlarini hayotda qo'llashga, o'rgatgan bilimlarimizni hayotga qo'llab, amalda bajarib o'rgatishga keng imkoniyat yaratdi. U o'z mehnatining samarasini shogirdlarning yutuqlari orqali ko'radi. O'qituvchilik kasbi haqiqatan mashaqqatli kasb deb bilaman. O'qituvchi o'z hayotini qolaversa, o'zini shu kasbga baxshida qilmasa hech mahal yaxshi natijalarga erishmaydi. Sharafli tomoni, o'zimiz o'qitgan o'quvchilarimiz yaxshi natijalarga erishsa, yaxshi lavozimlarda ishlasa, hayotda o'z yo'lini topsa, biz o'zimizni baxtiyor deb his qilamiz. Bu shu kasbimizning sharafli tomonlaridan. Men o'z faoliyatimda bir qator yutuqlarga erishdim. Sertifikatlarni qo'lga kiritdim, toifalarimni oshirdim, o'z ustimda muntazam ishlab bordim. Doimiy ravishda darslarni samarali o'tkazish borasida ota-onalar bilan hamkorlik qiladi. Ota-ona bilan hamkorlikda ishlash yaxshi natijalarga olib keladi. Bolalarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga hamda bolalarni noto'g'ri yo'llarga kirib ketmaslikni, bolalar doim nazoratda turishini ta'minlaydi. Shuningdek, u o'quvchilarni kitobxonlikka jalb qilishga alohida e'tibor qaratadi. Kitob o'qish o'quvchini avvalambor nutq boyligini oshiradi, muomala madaniyatini oshiradi, dunyo qarashini kengaytiradi. Bilim olish bilan birga hunar o'rganish ham kerak deymiz. Xalqimiz aytgandek, bir kishiga 70 hunar oz deyilgan. Bu degani hunarli odam hech qachon xor bo'lmaydi. Bilim olish bilan bir qatorda albatta hunar ham o'rganish kerak. Shu bilan birga zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha o'z tavsiyalarini berib keladi. Gadjetlarni yomon tomonlari ham bor. Har xil yomon o'yinlarga bolalar darslikdan qochib ko'proq kompyuterda o'ynashi, bular yomon tomonlari deb bilaman. Yoshlar albatta hamma narsada me'yor bo'lganda gadjetlardan foydalanishda ham me'yorga amal qilish kerak. Uning fidoyiligi natijasida avlodlar bilimli, izlanishga intiluvchi va barkamol shaxslar sifatida yetishmoqda.